Doktor Mirkamov zona tilka deyishadi, masalan, zatilkani 6 ta 8 ta massaj mozga degan tochkalar bo'yicha bo'shatishni, mana kallaga kirib ketayotgan qon tomirlarini, mana qon tomirlarini kelib mayta qisilib ketayotganlari, mana shu muskullarni tirishini hisobiga qisilib, miyaga yaxshi qon bormasligi. Bu mana Atlant deb shu pozvonochnikni yaqa qimirlatsa bari yaxshi bo'lib ketar ekan deyapti. Keyin bunga tegishli mana shuncha bu birinchi Atlantni ushlab pastga tortib, troslar pastga olib tushib turibdi. Bu Atlant o'ziga joyiga chotki kelishi uchun, miyaga yaxshi qon aylanish chiqishi uchun, bu zajimlar, innervatsiyalar chotki bo'lishi uchun mana shu muskullarni barini sloy bilan SVZ zonani butun atrofini, mana shu muskullarni barini bo'shatsa, shunda kallani pastga qarab qisish, gruziya holati, grija holatlari qo'yadi. Birinchi o'chirtda deb nafas olsa, miyasiga shamol kirgandek qon aylanish восстановление bo'lganini sezadi. Bularni bizlar parafin qo'yib, qizdirib, yumshatib, qatib qolgan, yog'och bo'lib qolgan, derevyanniy bo'lib qolgan muskullarni bo'shatamiz. Shuni hisobiga kompressiya, zatilish zona kompressiyasi kamayganini hisobiga, расслабленный bo'lganini hisobiga miyaga yaxshi qon aylanadi, uyqu joyiga keladi. Stressiy, jahl bo'lib, nervotrepkada yurgan, zombi bo'lib yurgan insonlarni hammasi yengillashadi. Yana bir bor bu muskullar qaranglar orqa tomonga ketyapti. Keyin mana oldi tomonga ketyapti. Oldi tomonga ketganda mana bitta ko'zinglarni ochib bitta qaraysizlar. Muskullar birinchidan tushayotgan bu muskullar, aorta qon tomiri, miyaga ketayotgan boshqa sonniy qon tomirlarini ham barini qisib tashlaydi. Bitta sujeniya butun olamni qoplamayapti. Bitta внутренний часть oldi tarafidan sonniy arteriya, mana sonniy arteriya va boshqa aortalarni barini qisilishligini освобождать etyapti. Shuning uchun sheyniy воротниковый zona и затылочный zona bir-biriga chambarchas bog'liq. Ular sheyniy, mana shu osteoxondroz bo'ladigan mana shu частьlarni состоянияsi zo'r bo'lsa, shunda miya joyiga tushadi. Hamma muskullar o'zini joyida turadi.